Urganch shahrida aholi manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini oshirish hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash maqsadida shahar hokimi hamda uning o'rinbosarlari tomonidan shahar kengashi deputatlari ishtirokida hududlarda hisobot uchrashuvlari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Uchrashuvlar davomida o'tgan yarim yillik mobaynida shaharda amalga oshirilgan ishlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, investitsiya loyihalari, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, kommunal va muhandislik infratuzilmasini yaxshilash, obodonlashtirish ishlari, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasidagi natijalar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. 6 oy yakunimiz bo'yicha deputatlardan iborat, mahalla yoshlaridan iborat, nuroniylarni birgalikda chaqirgan holda ishchi guruhimiz Urganch shahridagi hozirgi kundagi bunyodkorlik ishlari bilan, ayniqsa amalga oshirib turgan mustaqilligimizning 35 yiliga bag'ishlab mahallalarda o'tkazilayotgan tadbirlar, ularni obodonlashtirish ishlari, qolaversa har bir mahallada tadbir va oilalari kirib borishlar o'zgacha bo'lmoqda. Uchrashuv davomida deputatlar shaharning Olimpiya, Istiqlol va Jambul mahallalarida olib borilayotgan driver loyihalari taqdimoti bilan tanishtirilib, fikr mulohazalar hamda takliflari tinglandi. Shuningdek, har bir soha bo'yicha erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda mavjud muammolar, ularni bartaraf etish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar va kelgusi yarim yillik uchun rejalashtirilgan chora-tadbirlar yuzasidan ham axborotlar berildi. Deputatlar tomonidan hududlardagi dolzarb masalalar, aholini qiynayotgan muammolar va saylovchilarning taklif hamda murojaatlari bildirildi. Ularning har biri yuzasidan mutasaddi rahbarlarga tegishli topshiriqlar berilib, ijrosini nazoratga olish belgilandi. Mana hozir biz shahardagi 30-sonli Olimpiya mahalla fuqaro yig'ini oldida turibmiz. Bu yerda vatanparvarlik bog'i qurilmoqda. Mana bu vatanparvarlik bog'ida yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida mana qarab turar ekansiz. Allomalarimizning aytgan gaplari, mamlakatimiz rahbarlarining aytgan so'zlari hamda boshqa ibratli hikoyatlar qilinib turibdi. Xalq deputatlari, shahar kengashi deputatlari yoshlar bilan uchrashtirib, nuroniylar o'zlarining qilgan ishlari to'g'risida yoshlar bilan suhbatlashdilar. Ularni bundan keyin ham yangi O'zbekiston farzandlari bo'lgan yoshlarni mamlakatimizni yanada rivojlanishiga, dunyo hamjihatli mamlakatlar oldida o'zini o'rniga ega bo'lishlari to'g'risida juda ko'p fikrlar bildi. Ma'lumot o'rnida birgina Olimpiya mahallasida Mirzo Ulug'bek tajribasi asosida mahalla hududida 6 ta bolalar maydonchasi, bitta vatanparvarlik bog'i, bitta 3 avlod bog'i yangidan tashkil etilayotgan bo'lsa, 2 ta maktabgacha ta'lim muassasasi hamda 2 ta maktab to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda. Shuningdek, mahalla hududidagi 30 ta ko'p qavatli uylarning tashqi fasad hamda kirish-chiqish joylari to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda. Mahallaga kirish va chiqish qismlari to'liq video kuzatuv kameralari bilan jihozlanmoqda. Ayniqsa, to'liq smartfon shahar ma'lumotlarini beruvchi bekat nafaqat mahallada yashovchi aholi vakillari haqida, balki butun shahar haqida kerakli ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Loyihalar bilan tanishar ekanman. Shu shaharda tug'ilganimdan, shu shahar fuqarosi bo'lganimdan, mana shunday muhtaram prezidentimizning inson qadri uchun qilinayotgan ortga qaytmas islohotlarining viloyatimizda Urganch shahrimizdagi ijrosini ko'rib faxrlandim. Chunki mana mustaqilligimizni bu yil 35 yilligi arafasida Urganch shahrida juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Bu yoshlar maskani, fuqarolarning dam olish bog'lari, narigi mahallada 3 avlod bog'ini ko'rdik va har bir uylarni fasadlari, u yerdagi aqlli bekatlarni tashkil qilinishi, bularni hammasi mana shu fuqarolarimizni yaxshi yashashlari uchun, farovon yashashlari uchun qilinayotgan sa'y-harakatlarning natijasi deb bilaman. Bu kabi ishlar shahardagi boshqa mahallalarda ham amalga oshirilayotgani, turistik zonalar, dam olish maskanlarining tashkil etilishi viloyatimizga kelgan mehmonlar va sayyohlar uchun ham unutilmas taassurot qoldirishi tabiiy. Mazkur loyihalar mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida foydalanishga topshirilishi reja qilingan. Hududlarda o'tkazilayotgan mazkur hisobot uchrashuvlari davlat organlari va vakillik organlari o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash, deputatlik nazorati samaradorligini oshirish hamda aholi muammolarini joyida hal etishga xizmat qiladi. Shahar hokimligi tomonidan kelgusida ham ochiq muloqotlar va hisobdorlik tamoyillari asosida ish olib borish, deputatlar bilan yaqin hamkorlikda hududlarni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar davom etadi.